inson oshini oshab, yoshini yashab, hayot so'qmog'ida ketib borarkan, hayotning ba'zi mas'uliyatlar ustiga qurilganini anglab qoladi. Eng avval mas'uliyat oiladan boshlanar. Bu she'rda oilam, farzandlarim deb hatto jon berishga ham tayyor inson haqida so'zlamoqchiman. Bu ota. Shodon hayotingda o'g'lim, qizim deb o'zing bir ro'shnolik ko'rdingmi ota? Topgan molim, jonim faqat senga deb bir bora shodlikdan kuldingmi ota? Vujuding o'rtandi, oilam, bolam deb tiriklik zahridan tinmading ota. Ola qol senga shu shirin jonim deb faqat tutmading sen joningni ota. Tanangdan kuch berib, umid tutqazib, ming dunyo gardiga chidading ota. Yotsa ham ichingda dardlar qamashib, bu jangda charchadim demading ota. Yoho dard yutib sen darding berkitib, bizlarga kuyganing aytmading ota. Umringni o'tkazding faqat bizni deb, bir bora o'zingga kuymading ota. Bir bora o'zingga kuymading ota.